Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bu bizning Financial Accounting 6-darsimiz Non-Current Assets Acquisition and Depreciation. Non-Current Assets nima? Non-Current Asset bu o'zbek tilida asosiy vositalar yoki asosiy moliyaviy vositalar yoki asosiy moddiy vositalar. Actually, I don't know. Asosiy vositalar yoki biz juda ham oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bir yildan uzoqroq vaqt davomida foydalanilgan aktivlarimiz. Oddiy masalan o'quv markazi yoki universitet misolida ko'radigan bo'lsak, portallar ham nomoddiy vositalarga kiradi. Chunki bir yil ishlab turib uni sotib yubor. Insurance o'zbek tilida bu albatta sug'urta xarajatlari. Keyingiga xudo xohlasa, kim tanlagan bo'lsa sug'urta kiradi 3-kurslarga. Kreditdachi kesh sizdan chiqib ketib bo'ldi. Okay, endi nima qilasiz? Уже expense sifatida berib yuboryapsiz. Yo'q, to'xtab turamiz. Debit asset qilamiz. Kreditda insurance. Masalan, $1000 bo'lsa, shu $1000 sizlarga aktivlaringning narxi financial positionda oshadi. Demak, menimcha tushunarli bo'ldi. Remember. Xo'p, Abdulaziz, endi sen bizga kirmaydigan xarajatlarni tushuntir. Hozir tushuntiraman. Yana bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy staff training, administrative overheads, abnormal wastage and initial operating losses. Bular kirmaydi. Site preparation, testinglar bular kiradi xarajatga. Bularni yodlamanglarda, chumolilar, qaranglar. Bir martalik xarajat. Har doim o'quvchilarni adashtiradigan qismi bu albatta training costlarni aytadi. Training cost qildi kompaniya aktivda xarajatiga qo'shadimi yo'q? Men aytaman qo'shmaydi. Va ACC, F3 ham sizlarga aytadi qo'shilmaydi. Nima uchun? Chunki sizlar o'zlaringni masalan ishchilaringni train qilganlaring bilan bu
train qilgan ishchilaring sizlarni aktivlaring emas. Butun umr sizlar bilan qolmaydi. Bitta ketib qolsa, u xarajat sifatida masalan o'zi bilan olib ketadi o'sha borgan joyiga. Shu sababdan training costlarni sizlarda olishlarga haqqining yo'q. Yoki yana bir marta yana bir yo'li ajratib olishdi revenue va capital expenditure'larni. Capital expenditure'lar earning capacity'ni oshiradi. Ha, revenue'lar maintenance qiladi. Masalan, building extension, binoni kattalashtirish. Bino kattalashyapti, butun umr katta bo'lib turadi. Maintenance, repairs, repainting doimiy bo'lib turadigan xarajatlar. Bular hech qanday masalan ofisni kuchini oshirgani yo'q. Yoki masalan o'zlarining kompyuterlaring bo'ladigan bo'lsa, kompyuter olganligini aytadi. Sizni kompyuteringizni keyinchalik olib kelsangiz, ichidagi protsessorni almashtirib, tezroq ishlaydigan qo'yishimiz mumkin. Bu bizda capital expenditure'ga kiradi. Nimaga? Chunki earning capacity emas, u improvement bo'ladida sizlarning kompyuterlarda. Maintenance kompyuterga nisbatan kompyuterni maintenance nima bo'lishi mumkin? Tasavvur qilinglar, zaryadga qo'yadigan joyi buzilib qoldi. Yoki rangini o'zgartirmoqchisizlar kompyuterning yoki klavishi chiqib ketib qoldi. Shularni to'g'irlash, ya'ni aktivni eski holatiga qaytarish bu maintenance xarajati. Aktivni eski holatidan kuchaytirish bu earning capacity'ni oshirish, capital expenditure bo'ladi. Okey, bizda non-current asset register degan narsa bor. Ya'ni har bitta non-current assetda o'zini bo'ladi. Registration number yoki register qilib borish kerak. U registration internal bo'ladi va nima bo'ladi? Aktiv qayerda joylashgan, u qanaqangi aktiv va uni o'g'irlashdan yoki yo'qotishdan olib qolish uchun qanday narsa, nimalar yoziladi? Narxi qanchaga olganmiz, qachon olganmiz, serial number o'zini. Agar kutubxonada e'tibor bergan bo'lsalaring, kabinoni masalan kutubxonada har bitta nimani oldiga nima deydi? Har bitta partani yonmachagiga qaraydigan bo'lsam APM deb turib nechadir nomer yozgan. Shu serial number bo'ladi. Serial number nima desa, har bitta aktiv inventoryda yoki o'zi turadigan joyda serial number beradi. U doimiy tekshirilib boriladi. O'g'irliklarda yoki yo'qotib qo'yishda oldini olish uchun. Depreciation method amortizatsiya, eskartirish usuli. Keyin buni ham gaplashamiz. Va carrying amount nima? Sizlar masalan tasavvur qilinglar, 10 ming dollarlik aktivni 10 yil oldin sotib olgansizlarda har doim bu aktiv sizlarni hisobotlaringda 10 ming dollar turmaydi. Buni ishlatganlaring sari uni qadri qiymati tushadi. Shu qiymati carrying amount bo'ladi. Va reconciliation bo'lib boradi doimiy. Acquiring costs bizda bor. Working condition olib kirib olish xarajatlari bu o'sha capex, ya'ni bu ham narxga qo'shiladi masalan. Purchase price, delivery, legal fees, site preparation and testing. We have talked about that. This is the same with the capital expenditure. Ya'ni bundan oldingi mavzuda aytgandim. Bring asset into working condition, ya'ni ishlashga tayyor qilib olish xarajatlari aktivning narxiga qo'shiladi. Purchase price, delivery, legal costs. Excluded qilinadiganlar doimiy bo'lib turadigan xarajatlar. Staff training, administrative overheads, abnormal wastage and initial operating losses. Initial operating loss nima? Masalan, sizlar bitta mashina olib keldilaringda, shu mashinangizga qandaydir masalan 10 litrli yog' quyish kerak edi. Sizlar 10 litr quyish davomida 5 litrni to'kib yubordilaring. Shu 5 litr to'kilgan yog'ni sizlar aktivlaringiz ustiga qo'sha olmaysizlar. Bu administrative overhead yoki abnormal wastage sifatida xarajat qilib olinadi. Journal entry mana. Debitda sizlar aktiv balanslaringiz oshyapti, kreditda bank or payable. Cashdan to'layapsizlar yoki payable. Payable bo'lishi mumkin, loan bo'lishi mumkin. Okay. Endi bizda depreciation degan turim bor. Depreciation nimani bildiradi? Depreciation degani bu amortizatsiya. Ya'ni sizlar masalan har bir olgan aktivlaringda qanchadir boshli umumiy summa to'layapsizlarda doimiy ishlatib borasizlar. Ya'ni har bir olingan aktiv masalan tangible assets yoki non-current assets bular yil davomida ishlatilgani sari sekin-sekin xarajatga chiqarilib bo'lishi kerak. Va shu bizda depreciation deb ataladi. Depreciation the definition va purpose on a systematic allocation of the depreciable amount over the asset's useful life. This is called depreciation. Matching concept bor. Spread the cost over period that benefits from the asset's use. Ya'ni nima degani? Sen aktivni masalan bu yil 100 ming dollarga bitta ofis sotib olgan bo'lsang, shu 100 ming dollarlik ofisingni sen bu yil xarajat sifatida olma.
Sen depreciate qilib turib shu depreciation'ni 1 yilligini ol. Chunki sen 50 yil foydalansang, sen shu 50 yil davomida shu ofisdan foydalanib turasan va shu 50 yilga bo'lib tashlash shu narxni, shu narxni 50 yilga bo'lib tashlash ofisni narxini sizlarda depreciation deb ataladi. Agar 50 ming dollarda sizlar tasavvur qilinglar, 1 yil ichida olib qo'ydilar. Bitta 100 ming dollar bo'lsa, o'zi 200 ming dollarlik foydalangan 100 ming dollarga tushadi va keyingi yil davomida shu aktivda ishlatganlaring sari depreciate bo'lib boradi. Shuni xarajatini sizlarning profitlaring keyin nima qiladi? Qolganlarini overstate, ya'ni ko'p ko'rsatib qo'yadi. Va bu bizda albatta faithful representation yoki prudence konseptlarimizga tushmaydi. Start date begins when the asset available for use. Qachondan boshlaysan? Aktivni ishlatishni boshlaganingda sen depreciate qilib borishing shart. Bu hech qanday allocation emas yoki market valuation. Bu allocation, ya'ni bo'lib tashlash, narxni qisqartirish. Hech qanday market valuation or cash fund for replacement emas deydi. Ha? Okay. Depreciation metodlari bor bizda straight line bo'lishi mumkin, reducing balance bo'lishi mumkin. Straight line degani nomi bilan straight line, to'g'ridan to'g'ri mana. To'g'ri chiziqli. Bu asosan office buildinglar uchun yoki aytishimiz mumkin shunday aktivlar uchun ishlatiladiki, aktivni useful life, ya'ni ishlatish bizga foydalilik umri davomida boshidan oxirigacha bu aktivni foydalilik darajasi o'zgarmaydi. Nima? Building bo'lishi mumkin? Ha, bo'lishi mumkin. Chunki buildingni 50 yil davomida ishlatganingiz bilan uni o'sha darajasi shundayligicha qolishi mumkin. Yana nima bo'lishi mumkin? Plant bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Zavod. Yo, zavodcha ehtimoli kamroq. Yana nima bo'lishi mumkin? Masalan, partani ham yil davomida bir xil ishlatish mumkin. Endi maintenance'ni hisobga olsa albatta. Bu straight line usuli shu ofislar, buildinglarga yaxshiroq tushadi. Reducing balance nima degani? Shunday aktivlaring bor, sizlar uni endi sotib olgan vaqtlaringiz zo'r foydalanasizlarda, keyin yillar o'tgan sari uni sizlarga foydalilikka tushib boradi. Nima masalan, telefonni boshida olganlaringda yaxshi zo'r foydalanasizlar, kameralari zo'r bo'ladi, mazza o'yin o'ynaysizlar, PUBG o'ynaysizlar, keyin telefon qiynalishni boshlaydi, sizlarga foydasi kamroq tegishni boshlaydi. Yoki kompyuter masalan, 5 yil zo'r ishlatasizlar, keyin eskirishni boshlaydi, o'zi eskirib qoladi, yangi nimalarni, ilovalarni o'rnatolmay qoladi va bu reducing balansga yaxshi tushadi. Xo'p, Abdulaziz, bizga savollar qanaqa beriladi? Sizlarda o'zi nomi beriladi, reducing balance yoki straight balance deb. Hozir oxirida bitta misol ishlab ko'ramiz. Journal entry'larchi debit depreciation charge, chunki depreciation expense, credit accumulated depreciation. Bizda accumulated depreciation degan terim bor. Accumulated depreciation nima degani? Accumulated depreciation degani sizlar bitta aktiv uchun, har bir aktiv uchun alohida ochiladi va umumiy har depreciation expense doimiy qo'shilib borib, aktivni narxini sizlarda financial positionlaringni kamaytirib boradi. Xo'sh, bu statement of financial position va statement of financial profit or loss qanaqa o'zlari? Profit or lossda faqatgina depreciation charge yoziladi va profitni kamaytiradi. Chunki bu expense. Statement of financial positionda faqat accumulated depreciation counter assets sifatida yoziladi va qaranglar. Mana carrying amount, net book value degani mana endi hozir biz keldik. Nima degani bu? Here. Carrying amount equals cost less accumulated depreciation. Bizda carrying amount'imizda, ya'ni qiymatni tan narx demaylik, aktivning narxidan undan accumulated depreciation'ni ayirib tashlash bizga beradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Davom etamiz. Statement of financial positionda bizda accumulated depreciation counter asset degani aktivni narxini kamaytirib boradigan shot. Shu sifatida ko'rinadi. Biz carrying amount bilan bu haqlarda gaplashdik. Endi accounting estimate. Tasavvur qilinglar, sizlar accounting estimate qo'yasizlarda, bizda masalan narx standartlarida aytilgan ekan, sen mana shu aktivni shuncha yil davomida kamaytirib borasiz. Masalan, kompyuterlarga 3 yil, mashinalarga 5 yil ekanda. IFRSda unday emas. Sizlar o'zlaring tasavvur qilasizlar va bu yoqda independent value kelib o'zi baholab berib,
useful life'ini qo'yib berib ketish mumkin. Masalan, sizlar ko'ryapsizlar, bu 10 yil ishlataman deb o'ydilaring office buildingni. Va keyin 3 yil ishlatgandan keyin ko'rdilaring, qolgan 7 yilga yaramas ekanda faqat 2 yil ishlata olar ekansizlar xolos. Endi ja office building 10 yillik bo'lmaydi, endi tasavvur uchun aytyapman. Э, yoki masalan kompyuterlaring bor edi. Masalan, men bugun holat bo'lgan. Men kompyuterimni 3 yil ishlataman deb tasavvur qilayotgandim, masalan depreciation uchun. Lekin men kompyuter ustaga borganimda hali yana 6 yil ishlab beradi deyapti. Meni accounting estimate'im o'zgaryaptimi? Ya'ni useful life'ni biz o'zimiz estimate qilamizda. Shu muhim, men tushuntirmoqchi bo'lgan narsa shu. Useful life'ni sizlar o'zlaring estimate qilasizlar. Va residual value degan narsa ham bor. Bu haqda hozir sizlarga tushuntirib o'taman yaxshilab. Change the perspective. Perspective degani masalan sizlar 3 yil davomida depreciate qilib yuboring boshqa amount bilan o'zgarib qolsa, endi o'sha kundan boshlab turib o'zgartirasizlar. Ya'ni eski sizlar urgan depreciationga ta'siri yo'q. Demak, depreciation methodlarida bir haqida yana ham gaplashib o'tsak, xos. One minute. Okay. Straight line qanaqa topiladi? Cost minus residual value bo'lingan useful life. Yoki cost ko'paytirilgan nechidir protsent o'zi beradi. Masalan, hozir bu yoqda yozmabmiz. Cost useful cost rate of depreciation bo'lishi mumkin. Ha. Okay. Endi-chi, reducing balance qanaqa bo'ladi? Reducing balance bizda endi formula fixed percentage ko'paytirilgan carrying amount. Mana, agar ko'radigan bo'lsang, bu yoqda mana cost bo'lyapti, rate of depreciation, bu yoqda bo'lsa carrying amount bo'lyapti. Shu tomoni juda ham qiziq. Companies deyapti pro rata bo'lishi mumkin. Pro rata degani oylik bo'lishi mumkin yoki full year policy bo'lishi mumkin. Sizlarda savollarda aytadi, masalan, aytyapti pro rata qiladi. Pro rata degani sizlar masalan o'tgan yil iyunda olganmidi, bu yil masalan avgust uchun so'rayapti. 14 oylik depreciation urasizlar. Yoki mart uchun so'rayapti. Masalan 8 yoki 9 oylik depreciation hisoblab berishing kerak. Yoki aytib qolish mumkin savollarda non in the all in purchase year, non in disposal year. Ya'ni sotib olganda sanasida necha bo'lishidan qat'iy nazar sizlar o'sha sotib olgan yilida masalan 1 yillik depreciation urib, disposal ya'ni sotish yilida depreciation urmaysizlar deyishi mumkin. Xo'p, ha deb gapiravermasdan kelinglar misollarga bitta to'xtalib o'tsak. Okay. Masalan bizda hozir misollar bor. Bu yoqda tushamiz. Demak, methods of depreciation mana. On current asset using the depreciation. Yo, bu osonroq mana. Bu yoqda yaxshi savol bor edi mana. Demak, ko'rib chiqamiz. Kai has been running a successful nursery school, Little Lambs, since 2000X1. Kai has bought the following assets as nursery expand: a new oven for nursery kitchen at a cost of $2,000, purchased on 1st December 2004, a mini bus to take children on trips for 18,000, purchased on 1st June 2004. Kai depreciates oven at 10% straight line and minibus at 25%, reducing balance. A full year's depreciation is charged in the year of purchase, not in the year of disposal. Qaraydi, mana shu joyi muhim. Qaraydi. Ya'ni sotib olgan yiliga umumiy urar ekan depreciationda, lekin sotadigan yilda emas. Kelinglar endi hisoblaymiz. Depreciation charge'da bizdan so'rayapti qachonga? 2006-yil uchun. Demak, buni recording yili oxirgi yil 2006. Ya'ni reporting period end, ya'ni depreciation yilning oxirida hisoblanadi. Demak, hisoblaymiz. Okay, no problem. 10% hisoblaydigan. Birinchi dekabr 2004da sotib olgan bo'lsa, 1 yil uchun hisoblaymiz. Oven uchun depreciation oven 2000x4 2000x5 December
2000x4 uchun deylik. 2000x5 oktober. Dekabrda olgan bo'lsa ham, oktyabrda hisoblaylik, $2000 bola ko'paytiramiz. Mana bizga 10% depreciation rate beryapti. Bu bizga 200 lik depreciation beradi. Bu 2000x5, 2000x6 oktyabrda ham shunday qoladi. 2000 ko'paytirilgan 10%, 200. Endi biz 2000x6da shunda bizda ovenimizning carrying amount qancha qoladi? Albatta $1600. Nima uchun? Biz 2 yillik depreciation'ni ayirib tashlamiz costdan. Okey, davom etamiz. Minibus 2000x4. Okey, asli joyi qiziq. Bu chunki iyunda sotib olyapti. Jun, jun emas, oktober deymiz. Qanchaga? 18000 ko'paytirilgan 0,125. Bu bizga 4500 ni beradi. Va oqibatda bizning carrying amountimiz chiqadi 13500. O matematik bo'lib ketyapti. 2000x5 oktober. Kalkulyatorda olamiz endi. 13500 ko'paytirilgan 0,25 3375. 13500 ko'paytirilgan 0,25 3375. Okey, bu bizga qancha carrying amount beradi? 13500 ko'paytirilgan 0,75. 10125 carrying amount beradi. 125. X 5 ko'paytirilgan 2000x6 oktober. 10125 ko'paytirilgan 0,25. 125 ko'paytirilgan 0,25. 2531,125. Mana biz oxirgi yil uchun topdik. Ko'rdilar mana 3 yil uchun oldik. Nimaga 3 yil uchun oldik? Chunki buni iyunda sotib olgandik-da. Bu bizni aldamoqchi bo'ldi, lekin aldanmadi va javobimiz bizda 2731. Nima uchun 2731? Chunki ovenimiz minibus 2531 125 bo'ldi, ovendan 200. I think that's